Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz navbatdagi obyektimiz Ko'kcha. Toshkent shahar Ko'kcha masjid ro'parasidagi mahallada bo'ldi. Darvozani o'zi katta gabaritli joylarga o'rnatilar edi. Biz kichkina holatda uy egalarining talablariga binoan ixchamlashtirib, yuqoridagi koronalarni ham kichikroq holatda qilib, uy dizayniga moslab yasab berdik. Bu darvoza 2 qavat yoki 3 qavat materialdan qilinadi. Bu eng fulloviy orqa tomoni shumka qilingan, qalin materialdan 3 qavatli qilingan eng ideal fasondagi darvoza. 2021, 22, 23 va 24 hozir 25-yilda ham trendi bermayotgan bu Samarqand fason hammani didiga birday mos kelgan, hamma uy dizayniga tushadigan juda chiroyli fason. Rangini ham derski holatda to'q qilib bo'yab berganmiz, nijniy tilla ranglar bilan bezak berilgan. Darvozaning razmeri eniga 2.90, yonidagi qoshlari bilan 3.50 bo'ldi. Balandligi 320 общий razmer, undan 40 sm qoshga joy ajratganmiz. Darvozamiz juda chiroyli holatda o'zining formasiga mos holatda qilingan. Polностью ishlatilgan materiallar, yondagi ramkalar 3 stenada 10/5 profil, tagi qismida 10/5 shveller turibdi. Aylan atrof kurgan profillarimiz 6/4, 2/1 sergelining original profillari ishlatilgan. Endi ishimizda profilga kirib ko'rsanglar, bundan ham chiroyli ishlarimiz bor. 1000 dan ortiq assortiment bilan naves, darvoza, kaziro, kachelar hamma baryer ishlarini respublika bo'ylab bajarib kelmoqdamiz. Ishlarimizni ko'rib, sizlarga yoqsa bitta like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Qachondir xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hozir Hoji dodaning fikrlarini, darvozachi haqida fikrlarini bilib o'tamiz. Hoji doda, ishlarimiz yoqdimi? Rahmat, yoqdi. Sizga ma'qulmi? Rahmat, ma'qul. Sizning gapingiz Yaxshi. hammaga kerak-da, chunki siz mijozimsiz. Mana insofli ustalar ekan. Yetgan anaqalaringizni o'zi qilib berar ekan, yana o'zida yangi modellar qilib, dizaynerini ham chizib ko'rsatib, sizga yoqsa keyin kelib o'zingizni ko'nglingizdagi qilib o'rnatib ketar ekan. Rahmat. Sog' bo'ling, sizga darvoza buyursin, yaxshilikka ishlasin. Hasan ham olgan pullaring barakatli Rahmat. bersin. Boshqalarga ham tavsiya berasiz darvozachi. Gap bo'lishi mumkin emas mana. Sog' bo'ling. Bitta duo qiling jamoamizni mehnat qilgan Hali bolalarni. topgan tutganinglarga barokat bersin. O'ylagan niyatinglarga, orzularinglarga yetib yuringlar. Sizni yoshingizni bersa, bizni Instagram, Telegram, YouTube, TikTok va Google saytlarimiz aktiv holatda xalqimizga xizmat qilishda davom etamiz. Xudo xolasa, hech qaysi joyda biz ishlarimizni odamlarga teskari holatda yoki vaqtini cho'zgan holatda qilmaganmiz. Etilgan materialdan, etilgan stroyda olib borib chiroyli qilib topshiramiz. Klientlarimiz rozi qilib kelmoqdamiz.